Men oxirigacha ishlatib tugatgan kosmetika. Va ularga chestniy va subyektiv fikrim. 3 ta SPF dan boshlaylik. Ularga hayron qolmang. Bular shunaqa kesmasanglar ichida qancha SPF qoladi bilasizlarmi? Hozirgi ekonomikada Biplain SPF, Round Lab beryozovoy sok, Skin 1004 Centella SPF. Chalasi ham super suyuq, super komfortniy, makiyaj bilan urushmaydi, oqartirib qo'ymaydi. Bunisi bularga nisbatan sal suyuqroq. Prinsipi uchalasini yana sotib olaman. Biplaindan Moshli umivalka. Yumshoq tozalaydi. O'ylashimcha quruq, yog'li va ta'sirchan yuzga ham to'g'ri kelaveradi. Buni yana qaytib olgan bo'lardim. Lagon barierniy krem. Bu 5 yo 6 banочкani tugatishim esimda yo'q. Kuz, qish, bahor xullas shunda yurdim. Bu bilan teri umuman qurmadi. Yana olaman. Periperadan concealer. Vot bu kushonlar bilan ham urushib qolmaydi, uxod bilan ham urushib qolmaydi. Yana qaytib olgan bo'lardim. Innisfree mineralniy pudra. Sizlar buni bunaqa formatida ko'p ko'rgandirsizlar. Yengil pudra yig'ilib qolmaydi, makiyaj buzmaydi, oqartirmaydi. Такой слегка матовый effekt beradi, quritmaydi. Bu menimcha 4 yo 5 banочкam. Endi siz ayting, shunaqa formatda yana davom ettiramizmi?